Assalomu alaykum. Homiladorlikning dastlabki 12-haftasi bu kelajakdagi chaqaloq hayotidagi eng muhim davrlardan biri hisoblanadi. Aynan shu davrda oddiy hujayralar to'plamidan asta-sekin yuragi, miyasi, qo'l-oyoqlari va boshqa a'zolari shakllanayotgan embrion rivojlanadi. Xo'sh, 1-haftadan 12-haftagacha homila qanday o'zgaradi? Keling birgalikda ketma-ket kuzatamiz. 1-2 haftasida homiladorlikning dastlabki hisoblanadigan haftalarida urug'lanish hali sodir bo'lmagan bo'lishi mumkin. Urug'lanishdan so'ng spermatozoid va tuxum hujayra qo'shilib, zigota hosil qiladi. Zigota bachadon nayidan bachadon tomon harakatlanib, ketma-ket bo'linadi. Keyinchalik u bachadon shilliq qavatiga joylashadi. Bu jarayon implantatsiya deb ataladi. 3 va 4-haftalarida embrionning rivojlanishi juda tezlashadi, jadallashib harakatlanadi. Hujayralar turli vazifalarni bajarishga ixtisoslasha boshlaydi. Embrionning asab tizimi uchun asos bo'ladigan nerv naychasi shakllanadi. Yurak va qon tomir tizimining dastlabki tuzilmalari paydo bo'ladi. 4-hafta oxiriga kelib embrion hali juda kichik bo'lsa-da, uning asosiy tana tuzilmalari shakllanishni boshlagan bo'ladi. 5-6-haftalarida embrion rivojlanishida muhim bosqich boshlanadi. Yurakning dastlabki tuzilishi rivojlanib, yurak faoliyati boshlanadi. Miya va orqa miyaning rivojlanishi davom etadi. Qo'l va oyoqlarning dastlabki kurtaklari paydo bo'ladi. Ko'z va quloq tuzilmalarining dastlabki belgilari ham shakllana boshlaydi. Shu sababli homiladorlikning ilk haftalarida onaning salomatligi va zararli omillardan himoyalanish ayniqsa muhim hisoblanadi. 7 va 8-haftalarida embrion yanada aniqroq inson shakliga kira boshlaydi. Qo'l va oyoqlar uzayadi. Barmoqlarning dastlabki shakllanish jarayoni boshlanadi. Yuz tuzilmalari, ko'zlar, burun va quloqlarning rivojlanishi davom etadi. Ichki a'zolarning ko'pchiligi o'zining dastlabki shakllanishi bosqichida bo'ladi. 8-hafta oxirida embrionning asosiy tana tuzilmalari allaqachon shakllangan bo'ladi. Taxminan 9-haftadan boshlab embrion rivojlanishining yangi bosqichiga o'tadi va tibbiy jihatdan homila deb ataladi. Bosh qismi hali tanaga nisbatan katta bo'lib turadi. Yuz tuzilmalari yanada rivojlanadi. Qo'l-oyoqlar va bo'g'imlar shakllanib, harakatlanish imkoniyati paydo bo'ladi. Biroq bu harakatlarni ona hali sezmasligi mumkin. 11-12 kelib, homilaning tana tuzilishi yanada rivojlangan bo'ladi. Barmoqlar aniqroq ajraladi. Yuz tuzilmalari rivojlanishda davom etadi. Buyraklar, ovqat hazm qilish va boshqa organ tuzilmalari faoliyati rivojlanib boradi. Homila harakatlana boshlaydi, ammo odatda ona bu harakatlarni hali sezmaydi. 12-haftaga kelib, 1-trimestr yakunlanadi va homila keyingi rivojlanish bosqichiga o'tadi. Onada qanday o'zgarishlar kuzatiladi? Bu davrda onaning organizmida ham katta o'zgarishlar sodir bo'ladi. Ko'ngil aynishi, qusish, charchoq, uyquchanlik, hidlarga sezgirlik va ko'krak sohasida og'riq yoki taranglik kuzatilishi mumkin. Bunday belgilar ko'pincha gormonal o'zgarishlar bilan bog'liq hisoblanadi. Ammo kuchli yoki to'xtamaydigan qusish, kuchli qorin og'rig'i yoki qon ketish kabi belgilar kuzatilsa, zudlik bilan shifokorga murojaat qilishingiz zarur. Muhim tavsiyalar: homiladorlikning dastlabki trimestrida ayol o'z salomatligiga alohida e'tibor berishlari zarur. Shifokor tavsiyasiga ko'ra foliy kislotasi qabul qilish, muvozanatli ovqatlanish, zararli odatlardan voz kechish va belgilangan tibbiy ko'riklardan vaqtida o'tish muhim hisoblanadi.
Har qanday dori vositasini shifokor bilan maslahatlashmasdan qabul qilmaslik zarur. Xulosa o'rnida homiladorlikning dastlabki 12 haftasi embrionning asosiy a'zolari va tana tuzilmalari shakllanadigan nihoyatda muhim davr hisoblanadi. Bu davrda ona salomatligi ham, farzand embrionning salomatligi ham muhim ahamiyat kasb etishi zarur. Bir necha hafta ichida mikroskop hujayralar to'plamidan rivojlanayotgan kichik inson organizmiga qadar ulkan o'zgarishlar yuz beradi. Agar sizga homiladorlikning har bir haftasiga rivojlanishini alohida ko'rsatadigan videolar qiziq bo'lsa, kanalga obuna bo'ling, like bosing, izoh yozing. Keyingi videolarda ikkinchi trimestrda homilaning qanday rivojlanishini ko'rib chiqamiz. Sog'lom onadan sog'lom farzandlar tug'iladi.